Assalomu alaykum azizlar. Hozirgi kunda hayotimizni axborot texnologiyalarsiz, telefon va gadjetlarsiz tasavvur qila olmaymiz va albatta uning imkoniyatlaridan foydalangan holatda salbiy ta'sirini ham ko'rsatmay qolmaydi. Ayniqsa hozirgi kunda bolalarga ularni chalg'itish maqsadida yoki ularni qandaydir intellektual rivojlantiramiz degan maqsadda ota-onalarni farzandlariga turli xil telefon gadjetlarini berib qo'yishi yoki kompyuterda biror bir video materiallarni qo'yib berishi, darslarni shu orqali qilishi natijasida farzandlarimizga ham buni salbiy ta'siri ortib bormoqda. Avvalambor sizlar bilan uni ko'zga salbiy ta'siri haqida gaplashamiz. Birinchisi akkomodatsiya spazmi. Bu nima degani? Odam organizmida ko'zimiz bilan ko'rganimizda ko'z uzoqqa qaraganda dam oladi. Yaqinga qaraganda esa ishlaydi. Ya'ni xuddi biz kitob o'qiymiz yoki telefonga qarab nimadir o'qiymiz. Ko'zimiz yaqinga qaraganimizda faqat bizni o'qib, aqliy mehnat qilganimiz uchun emas, ko'zimiz aynan yaqinga qaragani uchun ko'z ichidagi muskullar ham qisqaradi, ko'zimiz ham ishlaydi. Faqat erta aqliy mehnat emas, ko'zini ham mehnati bo'ladi. Va xuddi shuningdek, uzoqqa qaraganimizda mana aytamiz, tabiat qo'ynida sayr qiladi, dam oladi. Xuddi shunaqa ko'z ham uzoq masofalarga qaraganda, shu tabiat qo'yniga chiqqanda dam oladi. Endi farzandimizga telefon berdik yoki kompyuter tagiga qo'yib qo'ydik. Telefon bilan uzoq vaqt unda video ko'radi yoki bir nimalarni o'qiydi va buni ta'sirida ko'z muskullari ishlab, qisqarib, spazmga uchraydi. Ya'ni uzoq vaqt foydalanganda. Farzandimizni bilamizki, maktabda o'qiyotganda kichik yoshdagi, kichik sinfdagi farzandlar 30 minut yoki 25 minut dars, yana 15 minut, 10 minut tanaffus. Bu tanaffus bekorga berilmagan. Bolani organizmiga mos ravishda ko'zi ham 20 minut nimanidir o'qidi yoki shug'ullangandan keyin u turadi, o'rnidan borib yurib kelinglar, sinfda o'tirmanglar deydi. Bu ko'zni ham dam oltirishga yordam beradi. Farzandimizga ko'p nagruzka berib, uni ko'p kitob o'qishga, faqat kitob o'qishga, yaqinga qarab o'tirishga yoki telefon gadjetlarni berib qo'yganimizda bu spazmlar yechilmasdan, dam olmasdan shu qisqargan holatida qolib ketadi va qisqara olmay, bo'shasha olmay shu holatda qotadi. Buni biz akkomodatsiya spazmi deb aytamiz yoki bo'lmasam yolg'on miopiya. Ya'ni bu holatda u yaqinga qarab o'tiradi, yaqin masofadagi narsani o'qishga odatlanadi, shunga o'rganib qoladi. Bu oddiyroq, qo'polroq tushuntiradigan bo'lsak, va natijada u ko'zini shu kitobdan yoki gadjetdan, kompyuterdan uzib, sizga qaraganda, uzoq masofaga qaraganda, ertaga masalan doskaga qaraganda, uzoqdagi masofadagi yozuvlarni ko'ra olmay qoladi. Bu ko'z mushaklarini qisqarmasdan, bo'shashmasdan spazmda qolganligi uchun uzoq masofaga qarashga ko'z qiynaladi. Ya'ni qaraydi, lekin ko'ra olmaydi. Keyingisi bu ko'zda quruqlik sindromi. Kompyuterga, kitobga, telefonga qaraganimizda odatdagidan ko'zlarimizni yumib ochishimizning soni kamayadi. Agar 1 minutda 16 marta, 18 marta ko'zimizni yumib ochadigan bo'lsak, bu qovoqlar ko'zni yumib ochganda uni namlantirib turadi, yuzasini moylab, namlantirib, yog'lab turadi. Lekin telefonlarga va gadjetga qaraganimizda ko'zimizni o'sha narsaga tikilib turganimiz uchun, diqqatimiz shu narsaga, yorqin narsaga qarab turganda kamroq yumib ochiladi. Bu 4 martagacha, 8 martagacha bu kamayadi va natijada ko'zimizning quruqlashishiga olib keladi. Va quruqlashish natijasida ko'zimiz qizarishi, qichishi, xuddi ko'zimizda yot jism nimadir bordek, qum tiqilgandek bo'lishi vujudga keladi. Va bu bora-bora bu quyoshga chiqqanda ham ko'zini, bu quruqlik quyoshga chiqqanda ham ko'zi bilan quyoshga qaramasligi va natijada buni asorati sifatida hattoki ko'zimizdagi ko'rish o'tkirligi kamayishiga olib keladi. Uchinchisi bu to'r parda distrofiyasining xavfi. Bu eng asoratlarni yomoni hisoblanadi. Albatta bu to'r parda distrofiyasiga olib kelishi birdaniga emas. Bu tajribada o'tkazilgan quyosh nurini yoki boshqa kuchli yorug'lik nurlarini o'sha hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda aniqlashganda uni shu distrofiyasiga olib kelishi mumkin. Va ayniqsa ko'zida avvaldan mavjud bo'lgan distrofiyalar
avvaldan mavjud bo'lgan bo'lsa, bularga qo'shimcha ravishda uni yanada kuchaytirib yuboradi. Va bu sabab to'rtparda distrofiyasining xavfi albatta bu to'liq aniqlanmagan. Endi sekin-sekin bu jarayonda, lekin shuni hech qachon unutish kerak emas. Bu telefon va telefon, kompyuterlardan chiqayotgan ko'k nur to'rtpardaga ta'sir qilishi albatta bittada emas. Kuchli nur ta'sir qilgandan ko'ra asta-sekin uzoq davom etsa, buni to'rtpardaga ta'siri albatta katta bo'lishi mumkin. Bugungi video ham siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Albatta siz o'z farzandingizning sog'lig'iga bee'tibor bo'lmaysiz degan umiddaman. Unutmang, shifokor nazoratidan 1 yilda 1 marotaba o'tib turishingiz lozim. Ko'z shifokoriga albatta farzandingizda qandaydir noqulayliklar, ko'zda o'zgarishlar vujudga kelayotganini sezsangiz, albatta murojaat qiling. Biz sizni kutib qolamiz. Siz bilan har doim aloqadamiz. Keyingi videolarimizda albatta farzandingizda ko'zida qandaydir o'zgarish bo'lsa, uni qanaqa qilib bilib olishingiz mumkin. Telefonni, gadjetlarni farzandingizning ko'ziga aynan qanaqa qilib ta'sir qilishi, ko'ziga zararni aynan qaysi holatlarda unga zarar qilish haqida va buni qanaqa qilib oldini olish yoki bartaraf qilish usullari haqida gaplashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha ko'zingizni asrang, o'zingizni asrang. Siz bilan Lobar Oftalmolog qalban birgamiz.